2009-yilda bir transfer butun futbol tarixini o'zgartirdi. Keling, videoni boshlab olishimizdan oldin sahifamizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Qani bo'lmasa boshladik. 2009-yilda Ronaldo Manchester Uniteddan Real Madridga o'tdi. Transfer rekord darajada edi. Keyinchalik u 450 ta gol urdi va ko'plab sovrinlarni qo'lga kiritdi. Tasavvur qiling, Ronaldo transferni rad etdi va Manchester Unitedda qoldi. Manchester United kuchliroq bo'lib qoladi. Real Madrid boshqa yulduzni qidiradi. Real Madrid ba'zi sovrinlarni yutolmasligi, El Clasico natijalari boshqacha bo'lishi, Messi davrida Barselona ustunligi uzoqroq davom etishi mumkin edi. Bir transfer nafaqat bir futbolchining, balki butun futbol tarixining yo'nalishini o'zgartirdi. Sizning o'ylashingizcha Ronaldo yanada ko'proq oltin to'p olarmidi va yana Yevropa chempioni bo'larmidi? Sizningcha Ronaldo Real Madridga o'tmaganida futbol qanday tarixga ega bo'lardi?